Soğuq bileyzik. Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar görüp tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq bileyzik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuq bileyzik. Aslida bu urushning sababi mundaq ekan. Birinchi rayonda turayotgan bolalarning ilgir men bilan 3-chi rayonda turgan Asadullah va Muhammad akamdan boshqa yana ulardan burun qichib tutilib qolgan 6 odamning 4ti shu birinchi rayonda bo'lib, bulardan biri kafirlar bilan bir kamerda ekan. Kafirlar kechida bu balni qattiq uribdi. Biz bu ballarning nimishqa bu turmag'a kelib qolganini o'z ig'izdan anglab, ondan so'zimizni davom qilayli. Eliq kamerda urishgan qarindishimiz so'zini boshlab, "Men gapni boshdan boshlab so'zlab beray" dedi-da, biz qarindoshlar bilan maslahatlashib qichish uchun plan qildik. Asli qichishni planlaganlar 10 atrofida odam bo'lib, biz bu ishni maxfiy planlagan edik. Chunki biz bilan birga turayotgan 20 necha odam bor edi. Bu qarindoshlarning ko'pinchisi qichishga qarshi turadi. Shunga biz maxfiy holatda kechida boshqalar uxlayotgan vaqtdan foydalanib qichish uchun bizga to'salg'i bo'lgan to'mirni kesishni plan qildik. Kesmekçi bolgan o birnining atrofidagi to'mirga raxt tutib dalda qildik. Chunki bizga qo'shni kamerda bir miliq musulmonlar bo'lib, ular to'mirni kesganligimizni ko'rib qolsa, saqchiga chiqib qo'yish ehtimolligi bor edi. Shuning bilan biz yotoqdagi qarindoshlarimizdan va yerimizdagi bir miliq musulmonlardan va bizdan ansirab turayotgan saqchilardan ehtiyot qilib, maxfiy holda o birnidagi 2 tal to'mirni kessak, chiqili bo'lganligiga jazm qilib to'mirni kesishni boshladik. To'mir kesilgan har bir kichik bo'lg'achqa bir odam kesib qo'li og'rib tasga to'xtaydi. Qo'llar qapirib ketadi. Shunga biz ehtiyot bilan to'mirni bir kundimi yoki 2 kundimi kesib bo'ldik. Bu toza esimda qolmabdi. To'mirni kesish yarim kechidan oshganda tugidi. Biz to'mirni kesib bo'lgandan keyin esimda qilishcha oramizdagi bir qarindishimiz Nur Ali bomdodga yarim soat qolganda heliqi kesgan yerdan sirtqa chiqib, o'g'zini tafsiliy tekshirib kelish uchun chiqib ketdi va ehtiyot uchun yanada bir telefonni elib oldi. Biz qarindishimizdan xabar saqlab turdik. Bir ozdan keyin u qaytib tushib, o'g'zi va sirtning jimjit ekanligini va biz tushadigan yerning ahvolini tafsiliy deb berdi. Biz tushmoqchi bo'lgan o'rin egiz, ya'ni 2 qavatli binoga tang keladi. Biz pastga tushadiganға heliqi bir miliq musulmonlardan setib olgan popaykalarni yirtib arg'amchi qildik. Bomdod vaqti bo'lib qolg'achqa namoz o'qib oldik. O'g'ziga chiqib ketgan qarindishimizmi qaytib kelib namoz o'qib oldi. Shu arada ba'zi qarindoshlarimiz bugun olam yo'rib qoldi. At qachayli desa, yana ba'zilar bugun qachayli, saqchilar tekshirib kirib qolsa chatoq chiqadi dedi. Shuning bilan hammamiz bugun qochadiganға birlikka keldik. Hammamiz qochganda elib mangadigan narsalarimizni elib bir-birdan u birniga kirdik. Heliq qarindishimiz meni birinchi yoki ikkinchi bo'lib tunlikdan chiqishimni aytdi. Shuning bilan men tunlikdan o'g'ziga chiqdim. Yomg'ir o'tib ketmaslik uchun o'g'zining hammasi xoshu to'mir bilan qaplaqliq ekan. Olam suzilgan vaqt bo'lg'achqa to'mirning yo'chiqlaridan sirtni oz-to'l ko'rgil bo'ladi. Mendan keyin qarindoshlar birdan o'g'ziga chiqdi. Hammamiz chiqib bo'lgandan keyin 5-6 odam pastga tushadigan yerga arg'amchi bog'lash uchun ketdik. Arg'amchini bog'lab bo'lguncha o'g'ziga 10 da qarindishimiz chiqib bo'lgan edi. Biz aldirashchilikda arg'amchining inchik tarafini ustiga, tom tarafini ostiga qilib bog'lab qo'yibdimiz. Pastga tushadigan yerga kelganda heliqi qarindishimiz meni birinchi bo'lib tushing dedi. Men ma'qul bo'lib arg'amchini tutib yerga qarsam, paspak cho'nqur ko'rinib qo'rqdim. Men keyin tushay dedim. Heliqi qarindishimiz hech qisi yo'q. Avval men tushay deb arg'amchiga esilib pastga tushib o'rnidan turishiga, etigan oqshomlar atrofni kuzatib qarovullik tuturdigan saqchi kelib qarindishimizni qo'g'lashga boshladi. Shuning bilan biz arqa-arqadan arg'amchiga esilib, ba'zilarimiz pastga tushishga oz qolganda, yana ba'zimiz tunlikdan arg'amchiga esilishga arg'amchi uzilib ketib, hammamiz bir-birimizning ustiga tushdik. Aslida 7 kishi arg'amchiga arqa-arqadan esilg'achqa arg'amchi ko'tarolmay uzilib ketgan edi. O'g'ziga chiqib bo'lgan qarindoshlar arg'amchi uzilib ketgandan ko'rib amalsiz yotoqqa kirib ketibdi. Chunki o'g'zidan arg'amchi bilan tushmasi qat'iy bo'lmaydi.
Biz yerga tushganda ba'zilarimizning puti sungan, yana ba'zilarimizning qo'li sungan, yana ba'zilarimizning badanlari yaralangan bo'lib, yordar bo'lganlardan ko'p qon chiqib ketgan edi. Yani ba'zi qarindoshlarimizning barmoqlarining piyi kesilib ketgan edi. Meningmi belim zaxmlangan edi. Pastga tushgandan keyin ilgirlamakdan boshqa amalimiz yo'q edi. Chunki bizning qochqanligimizni saqchilar bilib qolgan. Shunlashqa put qo'li sungan va piyi zaxmlangan va yoki yaralangan qarindoshlarimiz og'riqqa chidab putlarini taslikda so'rab ko'ngli tortgan tarafga qarab qechishga boshladik. Biz yugurib qechib uzoq o'tmay o'q ovoz anglandi. Saqchilar bizni qo'rqitish uchun osmonga qaratib o'q atgan ekan. Biz o'q ovozini anglagandan keyin barliq kuchimiz bilan yugurishga boshladik. Men qochgan tarafga men bilan birga qochgan Abdullah ismli oq ko'ngil birodarning qo'li sunuq edi. Biz bilan yana bir birodar bor edi. Ismi yo'q. Biz uchaylan yugurib qechib, oxiri patqoq eriqqa kelib qoldik. Eriqdan o'tmasak boshqa yo'l yo'q edi. Nihoyat tezlikda eriqdan atlab o'tib, oldimizga chaqqanlik bilan yugurishga boshladik. Birdam yugurgandan keyin orqamga qarasam Abdullah birodar yo'q. U eriqdan o'tish jarayonida put patqoq petib qolgan ekan. Ikkimiz orqamizga inab nihoyat tezlikda Abdullahni patqoqdan tortib chiqarib qechishga boshladik. Bu o'rmonliq nihoyat buyuk paraqsan bo'lg'achqa ba'zi yerlardan odam o'tishmi tasga to'xtaydi. Biz oson yugurgili bo'ldigan tarafga qarab ilgirladik. O'rmonliqda odamlarning oyoq tevishlari anglanishga boshladi. Biz saqchilar o'xshaydi deb tursak, biz bilan birga qochgan birodarlar taraf-tarafdan kelishga boshladi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به